Bu gepatitlarni farqi nimada? Farqi birinchidan bu viruslar hammasi har turli asoratlarga olib kelishi mumkin. Kechishi har xil bemorlarda kasallikni kechishi. A gepatitlar bu o'tkir yuqumli kasalliklardan hisoblanib, u ko'proq og'iz orqali kasallanadi bemorlar. Asosan bolalar ko'p kasallanadi. Endi B viruslar, C viruslar ko'proq muolajalar orqali, tibbiy muolajalar, stomatologlarda davolanganda, operatsiya holatlarida, yaxshi obработка qilinmagan tibbiy instrumentlar orqali yuqishga moyil bo'ladi. Ya'ni yaxshi tozalanmagan, Yaxshi sterillanmagan. tozalanmagan, keyin qon quyilgan kasallarda, plazma quyilgan kasallarda kuzatilishi mumkin. Tushunarli. Bu o'zi jigarni organizmda vazifasi nima o'zi? Funksiyasi qanday funksiyani bajaradi? Jigarni organizmimizda bajaradigan 400 dan ortiq funksiyalar bor. Hozircha fanga ma'lum. Jigar organizmimizning eng asosiy qonni tozalovchi filtr hisoblanadi. U qonni tozalaydi, o't ishlab chiqaradi, eng asosiy funksiyasi. Immuniy sistemalarni boshqarish xususiyatiga ega, oqsil ishlab chiqazadi. Funksiyalari juda ham ko'p. Buni hammasini birma-bir sanab oxiriga yeta olmaysiz. Ya'ni asosiy vazifasi qonimizni tozalab berish. Asosiy filtr hisoblanadi jigar. Tushunarli. Jigarni yog' bosishi, ya'ni jigarning yog'lanishi, gepatoz kasalligi haqida gapirib o'tdik. Bu gepatoz asosan nimadan kelib chiqadi? Bu gepatoz kasalligi asosan noto'g'ri ovqatlanishdan kelib chiqadi. Noto'g'ri ovqatlanishdan, dori-darmonlarni ko'p bilar-bilmasdan iste'mol qilishdan, oziq-ovqatlar orqali, hozirda ko'p aytib o'tganimdek ximikatli ovqatlar, mahsulotlar ko'p, o'shalarni iste'mol qilishimiz natijasida ko'p yog'li gepatozlar yuzaga kelib chiqadi. Jigarni uy sharoitida tozalasa bo'ladimi? Tabiiy yo'llar orqali, ya'ni mevalar yoki sabzavotlar orqali. Endi jigarni bunaqa tozalash uchun avvalambor oldin uni qancha darajada zararlanganini bilishimiz kerak. Agar jigarda virusli kasalliklar bo'lsa, albatta uni shifokorga ko'rinib, shifokor muolajalar bilan davolanib tozalanadi. Agar jigar yog' bosish hisobiga bo'lganda, uy sharoitida birinchi navbatda ovqatlanish rejimimizdan yo'lga qo'yishimiz kerak. Undan tashqari fizikultura bilan shug'ullanishlar kamayib ketgan. O'shalarning hisobiga juda ham ko'p o'tirib ishlaydiganlardi. Hozir bu sir emas, hamma telefon, kompyuter o'shalarga suyanib olib, harakatlar kam bo'lgani uchun ham jigarimizda ko'p shunaqa muammolar bo'lishi kuzatilyapti. Qaysi alomatlar jigar muammolaridan dalolat beradi? Ya'ni yuzada qandaydir alomatlar yuzaga keladimi? Misol uchun, yuragimiz og'risa, ko'zimiz tagi qorayganidan bilishimiz mumkin. Jigarda ham xuddi shunaqa alomatlar bormi? Yuzda yoki tanada qanaqadir alomat yuzaga keladi? Jigarda og'riq sezadigan retseptorlar yo'q. Shuning uchun jigar og'riq bermaydi. Bemorlar ko'pincha murojaat qilishadi, o'ng qovurg'a ostida og'riq bor deb, bu og'riq berayotgan albatta o't qopi hisoblanadi, chunki u yerda juda ham ko'p nerv tolalari bor. Jigari xastalanganini bilish uchun bemorda birinchi navbatda eng asosiy belgi bu holsizlik. Tushunmaydigan holsizlik. Nima sababdandir kasallar bilmaydi, holsizman deydi. Ishtahani pasayishi, ko'ngil aynashi, keyin peshobi qizarishlari bu boshlang'ich simptomlari hisoblanadi. Ya'ni yaqqol alomatlar sezilishi keyinchalik, kasallik boshlangandan keyin bo'ladi bu narsa. Ya'ni gepatitlarda xalq tilida sarg'ayma degan. Sariq kasal deb bekorga aytilgan. Sariq kasal. Sarg'ayma, sariq kasal. Yuzdagi yoki ko'zdagi sarg'ayishlardan bilib olish mumkin. Kasallikni yashirin davri o'tgandan keyin, o'sha boshlanish davri boshlanganda, o'shanda bemorda peshobi sarg'ayishi, holsizlikni kuchayishi, ko'z oqlarida sariqlik paydo bo'lishi, ko'ngil aynab, qaytqigisi kelish, shunaqa holatlardan kuzatiladi. Yog'li gepatozdachi, jigar yog'lanishida? Yog'li gepatozda birinchi navbatda vaznni ko'payishi,
jigar sohasida og'irlik his qilishi, ovqat hazmlarini buzilishlari, qabziyat holatlari kuzatiladi. Ba'zi holatlarda terida qichimala paydo bo'lishi mumkin jigar ish faoliyati buzilishi natijasida. Tushunarli. Jigar kasalliklarini oldini olish uchun nimalariga ko'proq ahamiyat berish kerak? Jigar kasalliklaridan gepatit A turi bu iflos qo'llar kasalligi hisoblanadi. Shuning uchun uyda, oilada farzandlarimizga ovqatlanishdan oldin albatta qo'llarini yuvishlarini tavsiya qilamiz. Hatto kattalarga ham shu nima ovqatlanishdan oldin обязательно qo'llarni tozalab yuvish kerak. B formalarida iloji boricha tibbiy muolajalarni ehtiyot bo'lib olishga chaqiramiz albatta. Hozir keyin B ga qarshi emlanish juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Agar oilada bironta B virusini tashuvchisi bo'lsa, albatta o'sha xonadondagi kontaktli insonlarni albatta privivka olishga, ya'ni B ga qarshi emlanishga chaqiramiz. C virus kasalliklari ham bu ham ko'proq shu instrumentlar orqali o'tgani uchun qon quyish, plazma quyish holatlarini kontrol qilish deymiz. Albatta kerakmi shu bemorga, kerak emasmi yoki usiz ham shu holatdan chiqib keta oladimi, shularni hammasini hisobga olib ehtiyot bo'lishimiz kerak albatta. Gepatit A ga chalinmasligi uchun biz ko'ramizki, o'shada misol yoshlar o'rtasida, bolalar o'rtasida, hattoki o'zimizda ham bo'lgan bir bakalashkadan va qo'l ushlashib salomlashish naryoqda tursin, bir bakalashkadan suv ichish. Ya'ni so'lak bezi orqali ham nafaqat gepatit A, balki boshqa kasalliklarni ham yuqtirib olish ehtimoli katta, Ehtimoli katta. Keyin mana bozorlarga borganingizda mevalar olishga albatta yeb ko'ring deyiladi. Yeb ko'ring. O'sha anaqa olmoqchi bo'lgan xaridor ozgina yeb ko'radi. Uyga olib borganda qanaqa ekan bu deb, shunaqa yuvilmagan mevalar orqali ham gepatit A yuqtirib olishi mumkin. Shuning uchun shularga e'tibor berishimiz kerak albatta. Tushunarli. Ya'ni gigiyenaga, tozalikka albatta rioya qilib yurishimiz kerak ekan. O'zimiz sog'lig'imiz uchun. Yoz faslida ayniqsa bolalarda juda ham ko'p basseynlarga borib cho'milish holatlari bo'ladi. Basseynlarda shu xlor bilan suvlar обработка qilinadi, tozalanadi. O'shalarga ham ahamiyat berib qarashimiz kerak. Bir-birlariga yuqtirmasligi uchun farzandlarimizni. Gepatit A ga chalinganlarga qanday maslahatlar berasiz? Qanday davolanish kerak? Misol ko'pchilikda davolanib chiqqandan keyin yodidan ko'tarilib qolishi mumkin. Nimalar mumkin u, nimalar mumkin emas. Qancha vaqtda profilaktika qilish kerak, qancha vaqtda doktorga ko'rinish kerak. Bilishim bo'yicha gepatit A asosan yoshlik davrida, bolalik, o'smirlik davrida bo'lib o'tib ketadi. Gepatit A bilan kasallangan bemorlarni birinchi navbatda uyda izolyatsiya deymiz, alohida qilib qo'yishimiz kerak. Idish tovoqlarini alohida, o'zini alohida. Boshqa uydagi farzandlar bilan kontaktda bo'lmasligi kerak. Agar gepatit A og'ir turda o'tadigan bo'lsa, albatta shifokor nazoratida, shifoxonada davolangani maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar yengil turlari bo'lsa, uyda bemalol davolash mumkin. Yengil turlarida kapelnitsalasiz, ya'ni tomir ichiga suyuqliklar yubormasdan faqat parhez yo'li bilan davolash mumkin. Faqat kasal yengil bo'lsa, yengil o'tayotgan bo'lsa kasallik. Uni asosiy davri eng yuzaga chiqadigan belgilari yuzaga chiqadigan davr sarg'ayish davri hisoblanadi. Sarg'ayish davri kamaygandan keyin kamayishi boshlashi bilan bemorning ahvoli yaxshilana boshlaydi. Ko'proq suyuqliklar berishimiz kerak. Albatta parhez taomlari tayyorlab beriladi. Parhez taomlari bemorlar tuzalgandan keyin bir necha oygacha davom etadi, bemor holatiga qarab. Uni albatta gepatit A dan tuzalgandan keyin shifokor nazoratida 6 oygacha turadi. Qon topshirib turiladi, fermentlari normaga kelgungacha shifokor nazoratida kuzatiladi. Maktabga boruvchi o'quvchilarimizni albatta 6 oygacha fizkultura, jismoniy tarbiya mashqlaridan ozod etiladi. Jigarga ortiqcha nagruzka bo'lmasligi uchun. Keyin ular 6 oydan keyin sog'lom hisoblanadi. Bemalol hammaga umumiy stolga o'tishligi mumkin.
Gepatit A bir marta bo'lgan inson yana qayta bo'lishi mumkinmi? Bizani yuqumli kasalliklarni bittagina yaxshi tarafi bor. Bu kasallik bilan har doim odam bir marta kasallanadi. Bir marta. Bir marta, chunki qonda unga qarshi antitanalar hosil bo'ladi, qarshi tanachalar. Virusni qaytadan kirgizmaydi. Gepatit A bilan bir marta kasallangan odam ikkinchi marta kasallanmaydi.